Assalam. Kitap o'qish beriga hoş geldiniz. Hazır anlaydığınız Halide İsrail'nin Keşmiş namlıq romanı. Tünögünki, yani tünce anlatışımızda Teklimakanның en işkirsigi joylashgan To'g'raqliq degan kentning qandaq paydo bo'lganligi bilan romanning voqealigini boshlagan edik. Yosh yigit To'xtaxun ayoli bilan bu yerga tasadduq kelib qoladi va shu yerda o'ltiraqlashib qoladi. Ularning baldiri bo'ladi. Cho'ng o'g'li Turdiaxun, kichik o'g'li Qutluqaxun, qizi Maysxallar tilga elinadi. Ikkinchi o'g'li Qutluqaxun 13 yoshida paduboqqili chiqib ketib, yo'qolib ketadi. To'g'raqliqqa yana bir mazin, ayoli va qizini boshlab kelib o'ltiraqlashadi. Uningdan boshqa Oyshamxon ismli bir baxshi bir kechada paydo bo'lib qoladi. To'g'raqliqlar yana aka-uka Hasan Husayn shotirlarni qutqizib elib, ularmi bu yerda o'ltiraqlashib qoladi. Bularning sarguzashtlari ajoyib bo'lib, sirtkilar bilan hech qanday aloqasi yo'q. To'g'raqliqlarning turmushini xeyli beyitib qo'ydi. Xo'sh, roman davomlashtiraylik. 3-bob. Bir yili To'g'raqliqdagi yavu o'riklar toza chechaklab ketgan mavsumda mahallada chorsaqal salobatlik bir odam bilan tovar durdurniga o'ralgan paranjilik ayol paydo bo'lib qoldi. Ularni va ularning ikki go'dak qizini to'yga yetilib olgan bir yo'lchi boshlab kelgan edi. Chorsaqal odam o'rim tomliq uylarning oldiga chiqib, hayron bo'lib qarab turishgan soqollari o'sik, kiyimlari ko'da, sallilik va tomoqliq odamlarga salom qilganda, ular o'diqib kelishdi. Bu odam tamtirmay udul To'xtaxunning uyi tarafga qarab mangdi. Yeshi 80dan ishib, beliga tushgudek uzun soqoli ko'mushdek oqargan To'xtaxunmi uni ko'rib o'diqdi. Bu yurtqa mehmon kamdan-kam keladi. Bo'libmi mundaq so'latli mehmon zotida kelib baxmagan edi. Ular bir-biriga qarashib turganda har ikkisining yuragida bir narsa erigandek bo'ldi. Mehmon kitti kelib, bovayning ko'ksiga bosh qo'yib, og'zi gapga kelmay buqildab yig'lab ketdi. To'xtaxun yig'i o'lashdi. U ingishib, titrab turgan qo'llari bilan mehmonning so'l qo'lini tutdi. Egiz ko'tirib, ko'ziga tutib qaradi. Qo'lining bir barmog'i kam edi. U bir dili umchiyib yig'lab, laqildab titragunicha, "O'g'lim Qutluqaxun" deb ingrab mehmonni quchoqlab oldi. Bu uning yo'qolib ketganiga 40 yil bo'lgan o'g'li edi. U bu o'g'lini, uning naqadar ishchan ham zerakligini, o'tin kaskili berib, bir barmoqini chepib olganda, yig'lamay qorilab ketgan barmoqini qo'yniga silib ilib kelganligini. Shuraki pish-pish ichishgan holda eslaydi. Shu o'g'lim dunyoning bir yerida hayotli bo'lsa, bir kunlar kelib qolar ha. Deb o'z-o'zini baslaydi. Mana bugun u amroq o'g'lini bag'riga besib, armoniga yetdi. Biroq uning xotini bu kunlarni ko'rolmay o'lib ketdi. U hayot bo'lgan bo'lsa, xo'shliqidan qandoq bo'lib ketar edi ha? Hayot o'tmay, cho'ng o'g'li Turdiaxun, kichik o'g'illari Turg'un qari, Tursun qarilar, qizlari Maysxon bilan Maramnisoxonlar bolavoqlarini agashtirib kirib kelishdi. Qon qeyrindoshlar ko'rishib, mo'ngdashib, marhum onasini aslashib, yig'izar qilishdi.
Әмдісінің көңілі тынғанда, Құтлық Ахун оларға 40 ел ilgiriki әшу боранлық кечеде өшкелеріні іздеп жүріп, yoldan esip қалғанлығы. Әтісі şu yerden ötüp ketip atқан karvallar onu hoşsuz halette tepip elip, tögege mindirip elip ketkenligi. O karvallarga әgişip, nurgun yurt ellerini kezip, köp işlerini görgenligi. Haj qilish uchun haramga berib, bir yaxshi kishining himmatiga erishib, shu yerda tijorat va ilm tahsil qilish bilan mashg'ul bo'lganligi. Oxiri ota-ona yurt mehri o'zini yana dunyoning bir chetidagi tug'ilgan makoniga boshlab kelganligini izhor qilib, ko'z yoshi bilan soqollarini yudi. Dada bola qon qarindoshlari mungdushib, gaplari tugimadi. Dada oğlunu hacim deb hürmetlep, geplerge kulak salatdı. Anda sanda gepiga doxum selip, koygandan başka vakitlarda közünü yumup, beşini bilinmez lınştip, memnunluğunu bildirip olduratdı. Әтісі Құтлық Hacı, mərhum anasının tupraq beşida xatmi Qur'an qilib, jurtqa nasir berdi. Şunundan keyin jamoat ishlariga aralashishga boshladi. Bu ishlar to'g'raqliq tarixida unutilg'isiz zo'r ishlar hisoblandi. Darvaqa Құтлық Hacı to'g'raqliqqa tarixiy xarakterlik o'zgarish elib kelgan edi. O mahalla o'tirsiga ko'rkam masjid, madrasa soldirdi. Masjid oldidagi yumaloq maydon keyingi vaqtlarda yumaloq bozor deb atilib, to'g'raqliqning muhim faoliyat so'rini bo'lib qoldi. Yana yenidan 3 ko'l qo'litib, eriq o'stan choptirib, ravallashtirib, kishilarni suvni navbat bilan tejashlik ishlatishga odatlantirdi. Sırtın meyve köçetlerini əkeldirib, yağı meyvelerini ulutup, dehqanlarını, meyvelik bağlarını bərpa qilishga dəvət qildi. Onun ağaçısı toğraqlıqdaki ayallarga şəhərlik ayallarının kiyiniş, öy tutuş adətlərini öyrətdi. O, hoyla və yol boylarına toğraqlıqlar əzəldən görüb baxmağan çiraylıq güllərini deyirdi. Köp ötməy bu güller həmmə hoylalarda digidək içilishga boshlaydi. Құтлық Hacı mahalladagi yoshlar ham bolalarni madrasaga yig'ib, o'zi dars qo'yliq qildi. U har juma namozidan keyin jamoatga vas nasihat qiladi. Har xil sorunlarda o'lim yetim, dafna, nikoh, og'riq silaq, ko'chat tikish, xayr ehson qatorliqlarga oid oyatlarni tafsir qilib, yeshib tushundirib, ilgari qarg'ularcha yerim yarda xato o'qib kelgan kishilarni oyatlarning ma'nosini tushunib, to'g'ri o'qishga yetakladi. Uning vaz nasihatlari, oyatlarni tafsir qilishlari ba'zi mollalarning ditga yoqmaydi. Ular Qur'on oyatlarini faqat asli holatida o'qishga bo'ladi. Uni zag'ra tilimizga o'rganlik, uningga shak keltirganlik deb g'ayrat qilishadi. Lekin ko'p qism kishilar yanala Құтлық Hacıga ixlos qiladi, uningga ishonadi. Bir yili Құтлық Hacıning topshirig'i bilan Jiroqdagi shaharga berib kelgan Hasan Shotir, islom ichilibdi. Alloh taolo biz musulmonlarga Rustami dostondek polvon, Nushrivondek odil podsho avatibdi. Uni badavlat oliylari deb atishdi ekan. Badavlat oliylari yakan xotanni ilib bo'pti. Qashqarda jeni borligi erkaklar lashkar bo'pti. Ular lashkarni jigit deb atishdi ekan. Jigit bo'lganlarga yangi to'n, salla, o'tik tarqitildi ekan. Badavlat oliylarining jigitlari oz kunda oq suv quchoq yurish qilg'udak degan xabarni ilib keldi.
Şuningdan keyin kentdagi er kishilar masjidning oldiga yig'ilib bu ishni g'ulg'ul qilishadigan bo'ldi. Ba'zi qiyni qiziq yosh bolalar yigit bo'lib jahon ko'rimiz deb ota-onasining to'sqiniga qaramay shaharga qochib ketishdi. Ularning ba'zilari beribla uzoq o'tmay qaytib kelishdi. İmin Babkarning navrisi Salihxon bilan podichining o'g'li Muhammad bir ketgancha qaytib kelmadi. Keyin ularni o'lib ketibdi degan gaplarmi, janglarda botirlik ko'rsatib, esil qilich esib, yasida ot minib yurarmish degan gaplarmi chiqdi. Hasan Shotir shahardan kelib ko'p o'tmay Qutlug' Hoji shaharga ketdi va shaharda uzoq turib qoldi. To'g'raqlar shaharga berib kelganlarning og'zidan badavlat oliylarining olim, o'lima, ilm ahlilarini cho'ng biladiganligini, Qutlug' Hojining badavlat oliylarining e'tiborlashiga erishib, o'g'illarining biriga ta'lim berishga tayinlanganligini anglashdi. Shu yil yozda to'g'raqlikqa to'yga qo'shilgan alıbaldak bezelgen, ilgiri hiç kim körüp bakmagan bir g'alati harbi keldi. Harbiga yeni ay ve yulduz sureti düşürülgen çit, sagaz, güllik romal, masi ötük, kallak qand, manpasa, pashmat, aynek targ'aq, choy tuz degandek mallar besilgan edi. Harbini chiroyi qaramtul, mangzi qizil, ko'zlari o'ynab turadigan chiroyimi tak turqimi döglekkina ko'rindigan er kishi haydab kelgan bo'lib, u harvisini uylarining oldida to'xtatib, allaqanday qiziqarli gaplarni qilib, atrofiga odam yig'atdi. Bolalarga ushshaq parchalangan qand, nabot, meg'iz degandek narsalarni berib qiziqtiradi. Ayollarga nesiga mal beratdi yoki ularning yaxshi ko'rgan narsasini uydagi biror narsa bilan almashtirish talabiga rozi bo'ladi. Shunday qilib, u mahalladagilar bilan tezda tanishib ketdi. Kishilar uni Charbozorchi Muhammad deb atashadi. Charbozorchi Muhammad bu yerda bir mezgil turib yo'q bo'lib ketdi va 2-yil yozda Olichpar harbisini haydab yana paydo bo'lib qoldi. Bu qitim u yuzi yepilgan bir ayol bilan o'ziga o'xshash baqasam ton kiygan, qaramtul chiroyini sapkun bosgan, kulganda tishlari oppoq ko'rinadigan kichik o'g'il bolani billa ilib kelgan edi. O xotin bolalarni kentga o'rinlashtirib qo'yib, o'zi pat-pat yo'q bo'lib ketadi va yana bir chaqlarda Olichpar harbisini haydab mahallaning chetidagi qo'yinlar oylinib yuradigan qumliq yo'lda paydo bo'ladi. Uning yo'q bo'lib ketadigan vaqti bargan sari uzrab, oxiri tamoman izdiraksiz bo'lib ketdi. Keyin ba'zilar Muhammad Charbozorchini yo'lda qaroqchilar o'ltirib etibdi desa, yana ba'zilar Muhammad Charbozorchi shaharda katta savdogar bo'lib yashab etibdimish, 4 xotini bormish deyishadi. Bu gaplarning qaysi rost, qaysi yolg'onligini hech kim bilmaydi. Shu yillarda to'g'raqliq rasmiy kent bo'lib ro'yxatga ilindi. Bozordan harbilik amaldorlar kelib, qozi, rais, oqsoqol, ko'kbeshi, mirob, joribkashlarni tayinladi. To'xtaxonning cho'ng o'g'li Turdi Axun 70 yoshida to'g'raqliqning tunji oqsoqoli bo'ldi. Shuningdan tartib bozordan shariat bo'yicha ushra zakat yiqquchilar kelib turadigan bo'ldi. Yozda Qutlug' Hoji to'g'raqliqqa keldi. Uning bilan kimxaptonliq, yo'g'on sallalik amaldor sipat kishilar birga kelgan edi. Ularning ichida nozuk, inchki bo'y, qosh ko'zlari kelishgan yosh bakka hammasi alayda izzat hurmat ko'rsatdi.
Hacı mehmanlarını beğideki aldın yastıp tayarlangan şahane süpaga başlagan bulup, mehmanlar çoğdak kızıl gelem, yumuşak körpüler üstüde yoğan təkilerge yölünüp oturuşatdı. Oturga selingan keng dastıhan her xil taamlar, koy kala, kiyik jaren, kepter ular göçlerden kılıngan türlük nazu nimetler bilen tolgan idi. Bağının işkirsi de bir netçe qovurga göçlerini uzun yulgun şahlarga ötküzüp kabap kılıp atatdı. Pişkallarını legellerge ilip udulluk dastıhanı toşuydu. Ağzı dümlengen çoğun tunurdun pişip tayyar bolgan paklan kavupının məzzilik pırıqı tarqılışqı başlagan edi. Toyup kekirişqi başlagan mehmanlar az-azdın elip hoş yaxmagandek çay içip oturuşatdı. Ularının ayak tərpigi joylashgan aqsaqal, imam məzinlər hürmet tekellük bilen mehmanlarını yep içişki davet kılışatdı. Kavaplar mı köpeyilmedi. Tavaklarda elip kelingen muzdek doğap bilen gemide soğutulgan yel yemişler itibar taptı. Toyup yep ussuzluğa kangan mehmanlar arkadan ornudan turup korsaklarını boştup gelip körplerde yampaşlap yetip parangı düştü. Ular bədövlət aleylərinin can qalibələrini, onun adil, danalıqı toğrısı da, yoki qaysı bir sərvaz yigitinin canda qandaq batırlıq görsətkənliki, qaysı bir tümən beginin bilərməllik qilib aleylərinin etibarlışının qalğanlıqı toğrısı da söz işətdi. Şəriət məsələləri üstüdə bəs münazirə gepdallıq qılışatdı. Kentdeki tamaşaga amarak kişiler bilen uşak balılar bağının nereki bürcükege toplaşıp pozur kiyingen söyletlik bu mehmanlarının her bir hareketiga zan koyup kızıkıp karap oturuşatdı. Ular tolarak heliki yaş bekki karışatdı. Ular onun bədövlət aleylərinin kiçik Bəgzadisi işkərlikini bilip buluşkan hem de yaş bekke bu geplerinin taza hoş yaxmayvatqanlığını sezip kelişqan edi. Bəgzadə yenidikilərge bir nərslərini dəp qoyub, ularını özü bilən qopuşdun tosup, topdun suğurlup çıxdı. Səl neriği berib, put-qollarını hərəkətləndirgən boldu. Uyan buyan manğanda yeniğa issiqlıq rəngdarı köz qoyulğan əgirə qılıçı val-bul çaqnaydı. O, arqaga ötməkçi bulup meňişiga 2-3 xizmetkar arqısıdan təngli yügürüşdi. O xizmetkarlarga "Boldu bəs, əgəşməңla" degan ma'noda işaret qildi. Arqaga ötüp tərət sundurup, eriqda şıldırlap eqibatqan suda qolunu jüdi. Bağ teminin üyrülüp düşkən yeridən sırtqı çıqıp, salmaq qadam bilen mahallenin tövinideki Saybulaq tərəfki qarap mandı. Onunla qarışıp durğan uşaq balılar bir-biriga qarışıp külüşdü de onun aldığı çıxış üçün başqa yollar bilen jügürüp ketişdi. Saybulaqның suyu mahallenin g'arbideki bir tüp toğraqның tövüdün başlanıp, əgiri-bügürü bulup eqib, eriq hasıl qilib, mahallenin o'ttirsideki kölüge quyulatdı. Bulaqның ətrafı irmaş-çırmaş bulup ketken çatqal, dəl dərəxlərinin qorshağı astıda qarang'uluşup turatdı. Egiz ösüp ketken qoyuq o'tçöplər arasida seriq, kök, yavi güller bilen qandak qızıl, nazuk layli qazaqlar közge taşlanatdı. Quşlarının çırayliq avazı sayrışı, bulaqdan kötürülgen sap, salqın hava canını huzurlandırdı. Aldınғы күні Bəgzadə bulaq boyida zoңzuyup olturğan çığıda qızıl romilini közüge düşürüp alğan nazıkkını bir qız bala qapak kötürüp onun aldıqılı çıqıp qaldı.
Kız onu gördü de keyiktek ürküp özünü koyup söget şahlarının arkasına attı. Begzade külümsiregen peti onun ayak tevişiga, şahlarının şıldırılışıga kulak silip oldurup kaldı. Alaqsadılık içinde kalgan səbi közler, tozaqı düşken kuş kanetidek lıpıldap ketken uzun kirpikler, glasdek kızıl, nemhuş, titrep durgan levler onun köz aldıdan ketmeydi. Kız qayt görülmedi. Şu canlı algıdek acayip kızını toluq görüş üçün Begzade bugün bulaq boyuğa düşmey, koyuq çatqal arasıdaki derek kötügege caylaştı. Bu yerden bulaq boyu uçuq görünüp duratdı. Etrafta onu bir karar kılgan aşı kızga oqşap ketadigan laylı qazaqlar teximi köp içilip ketken idi. O baş üstüne yeşil perdedek tosup algan yoparmaklar arasıdın bulaq tarafga taqqazalıq bilen qaraydı. Arka tarafida qandaqdır bir yerde quruq şahlarının gırsıldığını, ittik bir kimlerinin pıxıldap külgen avazını anlagandek bulup, ittik kayniga buruldu-yu, hiç kim görünmegenden keyin köngli jayga düşkendek bulup, uluq kiçiktindi. Taqatsizlik bilen közünü yana udulğa tikdi. Jiraqdan ehtiyat bilen besilgan yengil qadam tevişi. Kuşlarının kanat qeqışı anlandı. Begzade sel kötürülüp bütün vücudu bilen algı ümtüldü. Derek şahları arasıdaki biliner bilinmez çığır yoldan bir kız çıkıp geldi. O temtiregendek, nimedendur korkandek ihtiyat bilen manatdı. O del Begzade kütken kız idi. O etrafını dikkat bilen tanışıp, romelini qiya içip etrafqa uğurluqçı qardı da, köngli tınğandek hoşal bulup, ittik bulaq boyuğa düştü. O 13-14 yaşlardaki emdila qat yarğan, ğunç kabi yumran, masum ve güzel bir kız idi ki, közlerine lık tolup durgan şirin düş içinde bu dünyaga hayranlık, əyminiş bilen baqatdı. Öz güzelliki, usul oynavatqandek çıraylık menişleri, masumanı bekişleri bilen bu dünyanı nurlandırıp durganlıqını asla sezmeydi. O oğucumlarga lık su elip, asmanga itip, gün nurunun culalandırışı bilen heqiqdek valıldap, üncü mercan bulup itilip düşken su tamçılarına qarab kületti. Kollarını uzutup, ularının alqalları da sansız uşaq parçalarga bölünüp, her yan çaçırap ketişidin zoqlanadı. Romili boynuğa düşüp, uşaq örülgen qoңur çaşları Mecnun taldek suğa çelişip qalğını bilen hesaplaşmaydı. O oynap pardı. Birdilla nimenidir esligendek məyislik içide şüklünüp qaldı. Qapaqni suğa patırıp, bulduk şıtıp su aldı. Çaşları ve Romilini oңşap, qapaqni yüdüp, çığır yolda yürüp ketdi. Yoğan qapaq onun nazuk boyunu besip turgan g'alati məxluq oqşaydı. O itaatmenlik bilen uşaq çıraylık çandap maňatdy. Ätsi Qutlu Qacı başlıq jürt çoňlary kızının üyüge elçilikке bardı. O 80 yaşlıq, iki közü äma bir bowaýnyň yalğuz näbrisi idi. Atçığı yaman tersa bowaý ularga yüz hatir kılmay. Bədöletdek padişahның oğluğa kız tepilmay kaptı mı? Onunla dep koyunlar, menin muşu bir tal nevremge köz kızartmısın. Allah Taala meni közümdün ayrıgan bolsun mu, rahim şapkıdın ayrımıdı. Muşu nevrem Allah'ın iradesi bilen mana asımı boldu. Anımı boldu, dadımı boldu. Emdi kelip Begzadem mendek aciz qerini yalğız nevremdin ayırıp etem diken.
Begzade yaqinlaridan bu gapni anglab, birtilla tutulib gap so'z qilmadi. Mehmonlar darhol qaytish tayyorligiga tushdi. Qutlug' hoji va mahalla cho'nglari ularni har qancha qilibmi tutib qola olmadi. Ammo buvay hayotining oxirida qiz navrisini o'z ko'ngliga pukkan yerga yotliq qilib, bu dunyodan xotirjam ayrildi. Ko'p yillardan keyin Haqquli bek o'z akisining buyrug'i bilan cho'l bayovonda o'ltirib, bir namsiz jilg'iga dafn qilingan chog'larda buvayning bu navri qizi bir-biridan chiroyli 4 bolaga ona bo'lib qolgan edi. İtaatman, şükür qanoatchan bu sahro ayoli tirikchilik g'ami bilan tinch yashaydi. Kichik vaqtlaridagi cho'chakka o'xshaydigan ashu ishlarni o'ylabmi qo'ymaydi. Ayni yillardagi so'latlik Begzodining echinishlik oqibatini texmi tasavvur qila olmaydi. Shu yillarda janubdagi 6 shahardan tortib Turpan Ürümchigacha bo'lgan keng zaminda yuz bergan o'zgarishlardan to'g'riqlikmi chetda qolmadi. Er kishilar salla dastorsiz, ayollar parangisiz yurish qattiq ma'ni qilindi. Kendir terib nashi yasaydiganlar, üzümden buza musallas chiqarib sotadiganlar, qimorbozlar, o'g'rilik va har xil nashayin ishlar bilan mashg'ul bo'ladiganlar sazoyi qilinib, xaloyiqqa ibrat qilindi. To'plashib, nag'ma navo qilib, mashrab o'ynashdak, kishilarni shaytonning yo'liga boshlaydigan qilmishlar yo'qitildi. Bozor tarafdan horvilik, ot to'gilik, ushra zakat yig'adigan bek mirzalar, divan beklari to'xtamay kelib turadi. Oqsoqol do'rg'ular, imom mazillar, mo'min musulmonlarni otaliq g'ozi badolat oliylarining nusrat qozinib jahonni islom nuriga purkishi, qo'shinlarining g'ayrat shijoatga to'lishi uchun ushra zakat, seliq yasoq, g'alla tanaplarni vaqtida topshirishga undaydi. Dastlabki yillarda kishilar to'yga otlarni, yig'ildagi qo'yqonlarni, bug'doy qo'noq, o'tin samollarini o'z ixtiyorligi bilan taqdim qilishdi. Xudo yo'lida tishlarini tishlab, jafoliq kunlarga bardoshlik berdi. Ammo ular kutgan nusrat tengi yo'raydigandek, tinch, boyashat kunlar yetib keladigandek qilmaydi. Yasoq, seliq, ushri zakatlar borgan sari ko'payib, xalqning jilikini quritdi. Divan begi, mirza do'rg'ular jon oladigandek vahshiylashib, hech nimasi qolmagan xalqni bulang-talang qilishga tushgan edi. Zulm dastidan yurtini xona vayronchilik qoplab, uylardan bo'ron uchib turadigan bo'lib qolgan edi. Qutlug' hoji yaqin yo'riqlarni boshlab, to'g'raqliqqa pat-pat keladigan, har kelganda xeli uzoq turadigan bo'lib qoldi. Mehmonlar amdilikda urush malamanchilikdan, qo'qonliklardan qaqshaydigan bo'lib kelishgan edi. Kimlarningdir bir kechadala qo'qonlik bo'lib elib, amalga ham mol dunyoga erishayotganligi, qo'qonlik anjonliqlarning huquq imtiyozining yuqoriligi to'g'risida shikoyat qilishadi. Ba'zilar ilgiriki Chin podshohlarining ta'rifini qilishadi. Bundaq chaqlarda Qutlug' hoji qo'qonlik, anjonlik kim? Old shaharlik kim? Hammamiz bir tilda so'zlashadigan, bir Allohga ishonadigan, zaminimiz tutishib ketgan haqlar-ku. Nemishqa bir-birimizga ishonmaydigandimiz? Desa, yana ba'zilar biz old shaharlik degan shundoq bo'zak haqmi? Nemishqa eli bular shillimizga minib oladi? Badavlatdek odamlar bizning oramizda yo'qmi zodi? Deyishib qaynashadi. To'rtinchi bob. Qutlug' hoji bargancha shaharga kamdan kam boradigan bo'lib qoldi. Bo'libmi
dadısı vafat bolgandan keyin uydan sirtqa chiqishni ancha xalmaydigan bo'lib qoldi. To'xtaaxon hayot vaqtida o'zini 110 yoshga kirdim deydi. Qeyrilar o'zlarining yangi kelgan vaqtlarini aslashib, o'zlarining yoki dada akalarining yeshiga selishtirib, taxminan 118 yosh deb hisoblashdi. Amaliyotda uning zodi qancha yosh umr ko'rganligini hech kim bilmaydi. Xizirdak chiroyli qiyirgan bu bovay kelini yuyib bergan yaktiki bilan oq ishtinini kiyib, hassiga tayinib kelib, masjidning yanida o'ltiradi. Uni ko'rgan qiyrilarmi, yoshlarmi, hatto uşaq balalarmi hurmat bilan egilib salom qilishadi. O doim o'ltirdigan yeriga kelib, hassiga tayanganicha yaşangıragan ko'zlarini nagidir tikib uzoq o'ltiradi. Onun ko'zlari ko'z oldidagi odam va ishlarni emas, uzoq yillar ilgariki ishlarni, ota-ona qeyrindoshlarni, bolalik, yoshlik chaqlarini ko'radi. Hozir u doim o'ltirdigan, optop ubban tushadigan ashu yer bo'shab qoldi. Masjidning atrofi muhim bir qismidan ayrilib qolgandek, cho'ldarab qolgandek bo'lib qoldi. Har qatim ashu bulunga ko'zi tushganda Qutlug' hojini yig'i tutadi. Shunga u masjidga chiqmay namozni uyda o'qiydi. Namozdan keyin peshayvonda o'ltirib kitap o'qiydi. Koni kitaplarni varaqlab, rangdor, ko'rkam ishlangan muqovalarni silab, gul naqsh xat nusxalaridan huzurlanib o'tirib, ko'zi ixtiyorsiz o'yla aramni besiqtirib, gullarga so'qiyib yurgan yosh cho'qonga tushadi. Qosh ko'zlari to'kilib turadigan, sumbul chash, to'liq kelgan bu cho'qon to'y qilibla eri o'lib ketganlikdan tul o'tib. Anası onu hojining uy ishlariga qarshi bersin deb akilib qo'ygandan beri yashinib qolgan xizmatkor ayolning qo'lida oqsab qolgan uy ishlari iziga tushib qoldi. O hojini issiqsiz qoldirmaslik uchun kuniga 3-4 vaq qozon asatdi. Qo'limi tamlik edi. Qizlari shaharga yotliq bo'lib ketgandan keyin Qadinas ayoli saqliqi yo'qligini bahona qilib shaharda turib qoldi. Yalg'izsirab qolgan hoji ushqur yillarning rahimsizligini, o'ziningmi yashinib qolganligini o'ylab, ishlariga varis bo'lgudek o'g'il farzandining yo'qligidan hasrat chekdi. Uning o'y xiyolini urug' tuqqanlari sezmay qolmadi. Ular mahalladagi cho'nglar bilan maslahatlashib, tul cho'qonni uningga nikohlab qo'yishdi. 1 yildan keyin bu cho'qon uningga bir o'g'il tug'ib berdi. Qutlug' hoji yeshi bir yerga borganda erishgan yolg'iz o'g'lidan suyunib, ismini Abdulkarim deb qo'ydi va uni ko'z qarchug'idek asrab tarbiyaladi. O mushu xo'shalliqi tufayli eshik oldiga 9 terak qo'ydi. Bu teraklar osmon pelak bo'y tortib, oradan nurg'un yillar o'tgandan keyingi po'lat tavlash davrida kesilib ketganga qadar xuddi jahonning issiq sovuqini yetkichi tortgan mo'ysipit bovaylardek ulug'vor sukut ichida qad ko'tarib turdi. Qutlug' hoji o'g'liga o'zi bilganlarini o'rgatib bo'lg'iniga ko'zi yetganda Qashqar xonliq madrasasiga opirib, donliq o'lima Bahovuddin Mahsumning qo'liga topshirdi. Qutlug' hoji bekor bo'lib qolgan vaqtlarda mehmonxonadagi sanduqida e'tiborlab saqlaydigan kun muqobiliq qilin daftarini ilib, qalamini ushlab, tayinliq nusxasida chiroyli xatlarni yozatdi. O xeyli burundan tartiblar oilasida yurtda yuz bergan ishlarni, o'zining ba'zi o'y fikrlarini,
Özüge çoğunqur təsir qılğan birərçiki koplet şiir yoki hikmətlərini, yurtdagi çoğlarının vafati, toy mərikə, nəvrə çəvirlərinin toğulğan vaxtı, yurtdagilar töyləyən üşür zakat, seliq yasaqlarını xatırlab qoyatdı. O dadısı doğrusida mərhum dadam Toxta Axun Hicriyenin 1306-yılı Şaiban ayının 17'si 118 yaşında Panidin baqiga səfər qıldı. Yatqan yeri cənnətli bolsunlar. Çoğ dadam Tahir Hacı bilen çoğ anam Mühterem Xenim ve balı çaqıları Qashqar şəhrida G'ojalar yığılıqida qatl qılınğan. Dadam kichik bolğanlıq üçün mərhum çoğ anam onu kutning ichiga yoshirib qo'ygan. O jon üzər aldı da dadamga "Beshingni elib chiqib ket. Qancha yiroqqa ketsang, shuncha yaxshi. Hargiz qaytib kelma" deb vasiyat qilgan. Dadam jahon kezib, tinch yer izlab, oxir qumliqning o'ttirsidagi to'g'roqlikda turib qolgan deb xotirlagan. Qutlug' Hoji to'g'roqlikda yuz bergan yana bir cho'ng ishni, Qumliqdagi qadimiy shaharni tekshirish uchun kelgan chet ellik ekspeditsiyalarning to'g'roqlikqa kelganligini tafsiliy xotirlagan edi. Kuzda kentimizga to'gichi yo'l boshlig'uvchilarning hamrohligida Angliya degan parang davlatidan tekshiruvchilar keldi. Ular özlerining tilini hem bizning tilimizni biladigan bir tilmashni erib keldi. Bu tilmash toza layoqatlik emasdek qiladi. Shundoq bo'lsa-mu, biz ular bilan qurbimizning yetishicha suhbatlashib, ularning Qumliqdagi qadim makonni tekshirgili kelganligini bildik. Qo'lida badavlat oliylari yezib bergan ruxsat xati bor ekan. Bizning diyorimizdagi qadimki xarabiylarning paranglari bilan nima aloqasi bor ekan? Shundaqdimi odatimiz bo'yicha ularni osh taom berib kutib oldik. Kam ko'talarini to'liqlab yo'lga soldik. Mahalladagilar ularni saq qaytib kelolmaydi deyishdi. Hammani oldin bilguchi, hamma karamatlarning egisi bo'lgan Alloh bandalarini o'z panohida saqlagan. Amin.